Onyx haydaydigan akalar, hali ham mashinam yumshoq deb yuribsizlarmi? Bu mashinani qattiqligini hatto ayollar ham bilyapti-yu. Mana shu ko'rib turgan Onyx mashinalaring 896 kilometr yurgan ayol kishiniki. Mashinani hadoyi juda ham joskiy deb olib kelishdi. Biz bu mashinani hadoylarini yumshatib beryapmiz. Hadoyda nima ish qilganimizni video davomida ko'rsatib o'taman. Siz undan oldin videoga bitta like bosib turing. O'zini oldirichi vtulkasi alyuminiy yubka rezinkasi bo'sh bo'ladi. Biz bunga Mercedes podushkalardan qo'yib beryapmiz. Bu podushkani yumshoqligi zo'r bo'lgani uchun mashinaning oldi yumshoq bo'ladi va har xil daqillash muammolari yo'qoladi. Arqa cho'lak vtulkasi plastmassadan iborat bo'ladi. Buni ichida rezinka juda kam joyga quyilgan. Shuni hisobiga arqada daqillash va har xil noxush chiqadi. Biz bunga to'liq quymali rezinkadan qo'yib beramiz. Bu sizni mashinada daqillash va boshqa noxush holatlarni oldini ham olib beradi va katta tezliklarda orqa yurish qismini umuman tashlamaydi. Ha, aytgancha Onyxlarda ruloyda ham tirqlagan ovoz bo'ladi. Ya'ni mahallada yurganingizda rulgacha zirillab tirqlagan ovoz beradi. Biz buni ham remont qilib beramiz. Ya'ni o'ng tomondagi vtulkasini ham, chervegini ham ligrovka qilib, tirqlash muammosini mutlaqo yo'qotib beramiz. Mana videoni o'zlaring ham ko'rdilaring. Onyx mashinasini qanaqa qilib yumshatish yo'lini o'rgatib qo'ydim. Videoni Onyx bir o'rtoqlaringga jo'natib qo'yinglar va bizni kuzatishda davom etinglar.